tanishtirmasdan meni mashinamni zo'ravonlik bilan kalt olib qo'yganingizni isbotlab bering. O'zingizdan o'zingiz nima haqqingiz bor kalt olishga? Gayi prichom bu yoqda, bilet. O'zingiz tanishtiring, falonchi pistonchiman deng, shunaqa tashkilotdanman deng. Bunda ham kalt olish haqqingiz yo'q siz, bilasizmi? Mana O'zbekiston Respublikasi Daryo Trans tashkilotining ahvoli. Gapga kelganda o'zini olib qochishni biladi. Xalq nima qilish kerak? Qachon? Bo'lsak, texnika xavfsizlik nomer 1-ochib turadi. Xo'p, aka, eshitib turing. Selfie nima? Tursunmurod, eshitib turing akajon. Seni mashinangda kim yopdi? Akajon, eshitib turing. Men to'xtayapman. Kim yopdi? Men to'xtayapman, ha? Siz shunday kelyapsiz, kalit sug'urib mashinadan tushing deyapsiz. Seni mashinangni kalti qilgan hozir kim yopdi? Mayli, eshiting aka. Ism familiyangizni, udostreniyingizni, siz kimligingizni ayting bizga, biz tanimaymiz-ku. Grajdanskida yuribsizlar, kimsizlar? O'zlaring tanishtiringlar, sizlar haqlaring bormi, yo'qmi? Hujjatlaringni taqdim etinglar bizga. Nimaga telefon shaxsiy-ku? Hujjatingizni ko'rsating. Hujjat so'rayapman. Hujjatingizni ko'rsating. Qaror bilan tanishtiring bizni bu yoqqa kelganlaring to'g'risida. Ha, tamam. Siz ko'rsating hujjatingizni. O'shaga boring, o'shaga. Buyrug'ingizni ko'rsating, mayli. Shuma. Biz yurmaymiz-ku endi yoqdan bu yoqqa. Qaraysiz, ushladingizmi? Menga qarang, sizni mashinada yo'q, siz mashindan kalitni olishga haqqingiz bormi? Mashinga kalitga tegin. Siz yopganim yo'q. Yo'q, siz kalitimni oldingiz. Mashinangiz kim yopdi? Siz kalitimni oldingiz. Reklama Kalitni oldingizmi? Yo'q.